Apiterapiya va uning suyak yemirilishi uchun foydalanadi. Suyak yemirilishi suyak to'qimasining zichilligi kamayishi va mos ravishda suyaklarning mo'rtlashi bilan tavsiflanadigan kasallikdir. Bu holat ayniqsa yosh keksalarga ko'proq uchraydi. Tabobatda apiterapiya, ya'ni asalari bilan chaqtirib davolash suyak yemirilishining oldini olish va uni davolashda juda ham samarali vosita hisoblanadi. Asalari zahrini tarkibidagi militin va adalapin moddalari suyak hujayralarining qayta tiklanishini rag'batlantiradi. Inson tanasidagi qon aylanishini yaxshilab, kalsiy va boshqa minerallarning suyaklarga yaxshi singishiga yordam beradi. Inson organizmidagi yallig'lanish jarayonlarini kamaytiradi. Bu esa suyaklarning yemirilishiga qarshi kurashishga yordam beradi. Asalari zahri organizmda kalsiy va fosforning yaxshi o'zlashtirilishini ta'minlab, suyaklarni mustahkamlaydi. Xulosa, apiterapiya suyak yemirilishi profilaktikasi va davolashida samarali tabiiy usul hisoblanadi. Asalari zahri kalsiy va boshqa muhim minerallarni singdirishga yordam beradi, suyaklarni mustahkamlash va yallig'lanishni kamaytirishda muhim rol o'ynaydi. Asalari shifokoni sizga tabiiy shifo manbai bo'lishda davom etadi. Sog'lom bo'ling, baxtli yashang.